Prezidentimizning 2025-yil 10-dekabrda imzolagan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mamlakatda naqdsiz hisob-kitoblarni kengaytirish, moliyaviy shaffoflikni ta'minlash hamda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan muhim huquqiy hujjat bo'ldi. Endilikda ko'chmas mulk va avtotransport vositalarining oldi-sotdi jarayonlari eskrov hisob-kitob raqami orqali amalga oshiriladi. Banklar va notarial idoralar o'rtasida yagona elektron almashuv bazasi tashkil etildi. O'zmilliy bank filiallari tomonidan mijozlar uchun eskrov hisob raqamlari ochish uchun yashil yo'laklar tashkil etilib, xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Milliy bank Sergeli filiali tomonidan 1-aprel kuni 10 ga yaqin mijozlarga ko'chmas mulk va avtotransport oldi-sotdi uchun xizmat ko'rsatildi. Muhimi yangicha tartib xaridor va sotuvchi o'rtasidagi savdoning xavfsiz va ishonchli o'tishini ta'minlashga qaratilgan. Milliy bankka kelib, pullarimizni mana to'ladik, oldi-sotdi shartnomalarini notariusga yo'naltirish bo'yicha ishlarni amalga oshirib berishdi. 15 minutdan vaqtimiz ketgani yo'q. Xitoy prezidentimizning mazkur farmonlari bo'yicha eskrov tizimlari juda ham qulay va ishonchli qadam deb hisoblayman. Ayni paytda fuqarolarning naqdsiz pul to'lovlarini qulay va oshiqcha ovoragarchiliklarsiz amalga oshirishlari uchun Sergeli bank xizmatlari markazi tomonidan zarur choralar ko'rildi. Jumladan, poytaxtimizning Sergeli tumanidagi avtomobil bozorida ikkita maxsus bank kassalari ishga tushirildi. Я пришла переоформить автомобиль купли-продажи. Men bu yerga avtomobil oldi-sottisini rasmiylashtirish uchun keldim. Savdo markazining o'zida bank kassalarining ochilganligi juda qulay bo'libdi. Pullar bank kartasiga juda tez fursatlarda o'tkazib berildi. Avvallari naqd orqali to'lov qilganimizda ko'p vaqt ketar edi. Hozir esa notarius ham, bank kassalari ham bir yerda. Yangi qonunchilikka ko'ra transportlarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft-gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transportlarni zaryadlash bo'yicha xizmatlar ham naqdsiz hisob-kitoblar orqali olib boriladi. Mijozlarga qo'shimcha qulaylik sifatida O'zbekiston Milliy banki tomonidan maxsus xodimlar ajratildi. Yoqilg'i quyish shoxobchasidagi vakil iste'molchilarning naqd pulsiz hisob-kitob qilishlari uchun bank kartalarini rasmiylashtirishda yordam bermoqda. Zapravkaga gaz quymoqchi bo'lib keluvdik. Bank xodimlari bizga plastik karta rasmiylashtirib berdi, shu orqali to'layapmiz endi. Telefonda faqat Milliy bank ilovasini yuklab olib, shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritamiz va bank xodimlari 5 daqiqada plastik kartani rasmiylashtirib beradi. Tovar va xizmatlar uchun hisob-kitoblarning asosan bank orqali amalga oshirilishi, iqtisodiyotni raqamlashtirish, moliyaviy intizomni mustahkamlash va barcha ishtirokchilar uchun keng va shaffof muhit yaratishni maqsad qilgani bilan e'tiborli.